Aka, asarti shamchamatumdan tayyorlab bera olasizmi? Как раз mana singlim o'sha asarti shamchamatumdan tayyorlayapman mana. Bilgan ekanman-da kelishingizni. Voy, urib yuborasizmi deb qo'rqib ketdim yoningizdagi akani. Shoshmasdan tayyorlab yuring. Vaqtim bemalol, iltimos qilaman. Shoshayotganim yo'q, mani ishlash stilim shunaqa singiljonim mana. Akangizga, tog'angizga, amakingizga, xolangizga, achangizga, bachangizga hammaga mana savoman. Ko'rasiz, masalani ayamayapman. Yo, yaxshi, faqat palon pul bo'lib ketmaydimi aka ish qilib? Yo, cho'nchaga ko'taragan narxda tayyorlayman singiljonim. Voy, bundan ham solasizmi? Albatta, masalu ayamaymiz. Bitta ish qilamiz, bitta qo'llar artamiz. Juda ham tabim nozik. Voy, mashina mazasi rosa yoqadi deymanga. O'shani bilib savoman singiljonim. Peshanangizni telini artib oling, boshingiz tellab ketibdi. Mana narsalarning ustiga telingiz tushmasin. Xo'sh, endi atalab olib toza asaldan solamiz. Voy, asal ham solasizmi? Albatta. Toza asalmi? Ton asali-yu. Men ko'ryapsizmi chaqichligini? Mana endi yana qo'llar artish kerak. Ton asali-yu singlim. Berayotgan savolingizni qarang. Jahlimni chiqarib. Yo, endi so'radim-da, toza asalmi yo magazinning arzon asalimi deb. Men bularni nazari tushmaydimi ish qilib? Tayyorlayotgan narsangizga tushmaydi. Bularni ko'zini to'yg'izib qo'yganman bularni. Mana endi yana qo'llar artishga to'g'ri keldi. Mana bunday artasizmi aka?